Ana kelishdi. Assalomu alaykum, hojim. Va alaykum assalom. Dada. Yaxshi keldingmi? Salomatmisan? Dada. O'zing salomatmi? Assalomu alaykum. O'g'lim, men salom berib nima qilasan? Seni beqib cho'ng qilgan ashu marg'ulonlik onangning duosini al. Men seni shu umid bilan beqib cho'ng qilgan edim. Sen bizning nasabimizning nobini yuqori ko'tarishning o'rniga yaga urib bulg'idim. Sening ashu marg'ulonlik bir nimaga shunchalar dumchiligingni o'ylamabdi ekanmiz. Voy isit. Seningchi bo'lsa, ashu marg'ulonlikni xotin hisoblab yuravergan o'xshaysa uyatsiz. Uni xotin demay nima deyman? Endi. Qishi va ko'zi va bir endi. Endi deganingiz nima? Endi degan shu. Endi de o'zi. Qalmoqdan to'ralgan birsi. Tushunmadingmi? Tushunmagan bo'lsang, lo'lilarning bir toyisi. Oğlum, sen ananın gibi xap olma. Bizden seninden başka ümit arzuyumuz, hayat hoşluğumuz yok. Dünyada hoş oludğan barlıq arman həvisimiz fakat sanılı qarab qalğan. Oğul çoğunqığa anının aldığa kelin qaygısı kelidi. Seni tuğup çoğunqıған bir kişi öz hayatı da balısı bilen arzu həvəsini birge ötküzməkçi. Onun bu arzu həvəsini həqdəb biləmsən yok mu? İxtiyar özəndə. Agar shuning bilan xushal bo'ladigan bo'lsanglar, men sizlarning orzuyinglarni o'rindashga har vaqt tayyor. Ammo ko'rib bilib turib, bir bechoraga jabri ham xiyonat bo'ladi. Kimga? Ayolingami? Yo'q. Sizning oladigan keliningizga. O'g'lingizning vujudi bilan orzuyingizni qondirish oson bo'lsa-mu? Keliningizning oldida meni bir jonsiz haykal o'rnida tasavvur qiling. Bo'pti bola. Bu taraflarni o'ylab ketma. Anang bir söylen kelishib qo'yibdi. Bizning oiladan sözüde turmaslıqdek işten çıkışını xolamayman oğlum. Aqlli kishilarning o'g'illarining qilgan ishlari albatta o'rinsiz bo'lmas.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Omoningizdan keldingizmi? Xudoga shukr. Xudolarım sağ salomatmi? Rahmat. Tinchaman. Hasan Ali aka sağ bo'l. Nima siz bilan birga keldim? Toshkentda savdo ishlari bilan ovora. Hay, Kumush. Yo'ldishing kasbi tinchlik so'rashni bilmaysan-a, qizim? Voy, o'tir. Bu qanday qilib qizim? Erim ashu Toshkent degan yerdan seni deb kelsa, sen kim keldi deb oldiq chiqmasang bo'lamdi? Ma qizim, chiqib tinchlik so'rash. Qizim, tez chiq.